Ya assalomu alaykum qadrdonlar. Mana shu uyni ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Akalarimiz chiroyli qilishib, konteynerdan shunaqangi ko'chma uylarda, ko'chma ofislarda, ko'chma do'konlar yasab berishyapti ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, ekranda pastda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir esa usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa keyingi zakaz ham tayyor bo'lib qopti aka. Ha, bu zakazimiz tayyor bo'lib qoldi. Namanganga chiqarib yuboramizmi? Namanganga. Ya'ni klient xohishiga qarab turib, chiroyli qilishib, ichkarisini ham, tashqarisini ham kerak bo'lsa mebellargacha jihozlab berishadi ekan. Xo'sh, aka birinchi mana shu yerdan boshlaylik. Bu yerimiz qanaqangi xona bu? Bu kattalar yotoqxonasi, ota-onalar yotadigan joy bu. Ha. Spalni bu. Ha, spalni. Ya'ni kattalarning spalnisi. Mebeligacha qo'yib beryapsizlar, ha, usta aka? Mebeligacha qo'yib beramiz. Mebeligacha mana pardalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Elita pardalar deymiz, jalyuzi pardalarni ham shu oynaga moslab, o'sha zamonaviysidan qo'yib beryapti. Aka konditsionergacha qo'yib beribsizlar, svetilniklar. Konditsionerlarni, mebellarni hammasini qilib berdik. Necha qavat uteplit qilingan? Utepletil bazalt utepleniya bo'lgan bunga. Ha. 2 qavat qilib ustini yopganmiz buni. 2 qavat qilib, va changi chiqmaydigan qilib yopganmiz. Ha. Bu tomonimiz sanuzel ekan, aka. Shundaymi? Ha. Nimalarni ham jihozlarni ham zo'ridan qo'yilibdi adashmasam. Unitazlar ham yaxshisi qo'yilgan, kuymasi. Bular ham yaxshisi qo'yilgan, kuyib qolavermaydi. Ha. Bu tok past joylarga ham. Ha, ishlayveradi. Ishlayveradi. Qoyil, zo'r lekin. Aka eshiklar ham joy boshqacha ko'rinib turibdi hozir. Yaxshisidanmi? Alyumin profildan yasalgan, ha? Son qo'yilgan. Ha. Hadisdan ham qayrilib ham ketavermaydi bu. Qoyil. Zo'r lekin, zo'r chiqib haqiqatdan ham. Bu tomonimiz ham koridor, ham oshxona shekilli, usta-aka? Ha, bu ham koridor, ham stol qo'yib bemalol o'sha yerda ovqatlanib olsa bo'ladi. Mana bular sensor qo'yilgan. Ha, ishlaydi ular ham hammasi? Ular ham ishlaydi. Konditsioner qo'yib qo'ydik. Svetilniklarga ham ketaveradi. Har bitta xonaga bittadan konditsioner qo'yildi. Ha. Bu yerimiz aka? Bu tomonga detskiy qilindi. Detskiy xonamiz kichkina bo'lganligi uchun. Ha. Men bular hammasi sandiqli variantlarda. Sandiqli variantlarda qilib berdik. Ha, ustvoshlarda to'shab-o'shab bemalol o'sha narsalarni, kiyimlarni solib qo'yiladi. Solib bo'laveradi. Bu yerga bitta stol, parta stol o'rnashtirib qo'ysa aka? Dars qiladigan joylargacha bor. Zerikmaydi bolalar. Zo'r. Qayerga tayyorlab berdi dedingiz aka? Buni Namanganga tayyorladik. Namanganga tayyorlab berishdi akalarimiz. Bitta o'sha ro'zg'or yashasa bo'laveradi aka. Bitta oila bemalol kelib vaqtini o'tkazsa bo'ladi. Yashasa bo'laveradi ekan. Dachalarga qo'ysa bo'ladi buni. Qoyil. Tashqariga bunaqa svetilniklarni qo'yib aka. Ha, kechqurun ham yop-yorug' bo'ladi. Yop-yorug', bu yog'i o'sha eshiklarga bitta e'tibor berib qo'ysa, akalarimiz alohida profil qo'yib, ya'ni bo'rttirib chiqarilgan. Buni sababi nima aka? Buni sababi olib yurgan payti buni uzoq yo'llarga ham olib ketsa bo'ladi. Masalan, bular boshqa davlatga ham chiqishi mumkin ekan, Tojikistonga chiqishi mumkin ekan bular. Ha. Shuning uchun men profillarni qo'yib berdik. Oynalari sinib ketmaydi, eshiklar qayrilmaydi. Ha. Konteynerda o'zi ham mahkamroq turib beradi-da. Tushunarli. Buni adashmasam g'ildiragacha qilib berasizlar aka? Aravasigacha. Aravasigacha qilib beramiz, xudo xolasa. Prinsipga qo'yib, yuradigan qilib beramiz buni. Tushunarli. Xo'sh, bu yerda tayyorlari juda ham ko'p. Mana bunisi tayyor bo'lyapti-kan aka? Bunimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bunimiz Samarqandga. Akalarga. Necha metrlik aka unimiz? Unimiz 10 metrlik. 10 metrlik. Ha, razmerga ham yasab beraverasizlar akanda? Ha, mana kesib yasab beraveramiz. Kesib mana laqta bu yerda qo'yasizlar. Yasab berishaveradi. Bunimiz 6 metrlik shekilli aka? Bunimiz 6 metrlik 290 konteyner. Aha. Xitoy eshiklar qo'yilgan, yaxshi eshik. Aha. Romlarni yaxshisi qo'yilgan. Ichida profili bor buni. Aha. Bu aka zakazga ham bu ham? Bular zakazga hammasi. Egasini o'zi kelib, biz bilan o'tirib, ofisda gaplashib. Xo'sh, shuni kirganimizda bu tomonda oshxonasi bor ekan aka, kuxnyasi. Kuxnya qo'yilgan, sovuq suv bor. Bu yog'imizda ham issiq suv, sovuq suv. Aha. Suv isitadiganlarimiz sensorda hammasi. Sanuzelda? Sanuzel, qoyil, zo'r. Bu tomonimizchi aka? Bu tomonimizga xona qilib berganmiz. Xona. Yotoqxonami endi? Yotoqxona bo'lgan bu. Yotoqxona. Bu xona pollari ham utepleniya qilingan buni. Ha, pollarigacha utepleniya qilingan. Zakaz shunday bo'lgan, shu bu sovuq joyda qolsa ham tushunarli. Qayerga bu zakaz aka? Bu zakaz Samarqandga bo'lyapti. Samarqandga tayyorlab, qanchaga tayyorlab berdilar? Buni $2700 ga tayyorlab berdik aka. $2700 ga. 2700, 290 ligi. 290 ligi. Ha. 2400, 260 ligi bo'ladi. 260 lik xuddi shu holatda sanuzel panuzellari bilan. Sanuzel hamma narsasi bo'ladi. Hamma narsasi bilan birga bo'ladi. Mana bu tomonda yana akalarimiz tayyorlashib beryapti. Aka sizlarda masalan standartlari tayyorlari ham bo'ladimi? Bizda standartlar tayyorlar bo'ladi aka. Hozirgi kunda sezon bo'lganligi uchun tez sotilib ketyapti. Mamlarni hamda yaxshi variantlarni ham yasaymiz. Tekis konteyner, yangi konteynerlarga. Ha, tushunarli. Bunimiz o'sha linoleum tashlangan aka.
Liniyadan tashlangan, ikki qavat ukleniya qilingan. Ha. Yaxshi lampalar qo'yilgan. Svetильник qo'yilgan, elektromontaj bo'lgan. Mana shunaqangi 6 metrliklarda eng arzoni qanchadan boshlanadi? Shu Eng ko'rinishda. arzoni $1800 dan boshlanadi. 1800 dan 6 metrliklari aka. To'lovlar qanaqa bo'ladi aka? To'lovlar. To'lovlari перечисление bor bizda. Aha. Naqdga bor aka. Naqdga. Bo'lib to'lashga yo'q bizda. Ha. Xolosin naqd pul olasin, перечислениyaga bankdan bankka ham kelishilaveradi aka. Kelishilaveradi. Mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar 12 metrlik. Shundaymi aka bunimiz? 12 metrlik 290 konteynerga qilingan. Konteynerning holati yaxshi. Ha. Da bitta kraska sepib berasizlar. Kraskadan keyin yangiday chiqadi. Chotki bo'lib qoladi ekan. Xo'sh, buni hamda kirganimizda bu yer o'sha koridor aka. Bu ham koridor. Shu oshxona rakvinalar qo'yib beramiz bu yoqda. Ha. Bu yoqqa gazmi, elektrami o'zlari qo'yib oladi. Bu yergacha ekan. Bu yoqda bemalol o'tirib Ovqatlansa ovqatlansa bo'ladigan joy. Xolasin xolodilnik qo'ysin Bu aka. xonamiz detskiy xona. Ha, detskiy xona. Hali ko'rsatganimizga qarangchi kattaroq ekan bu. Ozgina kattaroq. Ozgina kattaroq variantda akalarimiz detskiy xonani ham yasab berishdi. Bu o'sha ikki qavat tuplit qilinganmi ekan? Bu ham ikki qavat o'tib qilingan. Tuplit qilingan ekan. Xo'sh, Sotilgan. bunimizcha aka bu yerimiz. Bu yog'imiz sanuzil, Sanuzil. hamma narsasi bor. Bo'ladigan unitar sanasi bo'ladi uning ichida. Bitish jarayonida ekan aka bu. Bitish jarayoni. Bitish jarayon. Bu yer Bunimiz kattalar yotoqxonasi bu. Kattalar Bemalol yotoqxonasi. ota-onasi bilan o'tsa ham bo'ladi. tushunarli mana romlarda ham o'sha yaxshisidan qo'yilgan ekan. Bunimiz zakazmi aka bu? Bunimizda hozir talab ko'p bo'lganligi uchun narxini arzonlatib, zakaz bo'lmasa ham tayyorlab qo'yaveramiz. Qanchaga bitadi mana shu Har doim kraska bo'ladi praskasi bizda. bilan? Bunimiz $4200 ga chiqyapti. $4200 xuddi shunaqangi xonalari bo'lingan, mebellari qo'yilgan, oshxona mebellari, sanuzel, panuzellari Har bitta qo'yilgan. rozetka bular konditsionerlari ham onasi отдельно qilinadi bizda avtomat. Qilinadi, tushunarli. Aka endi bunimiz masalan eng oddiysi, bitta eshik, Bu ikkita eng rom. oddiy varianti, bu eng oddiysi. Yo'q, mana o'rtada qo'rg'alar qo'yilmaganlar qanchadan bityapti? Eng oddiysi $2900 dan bityapti. Percheseniyaga ham, naqdga ham. Naqdga ham. Ha, ya'ni 12 metrlik bo'lsa $2900 dan boshlanadi, 6 metrliga bo'ladigan bo'lsa 1800 dan boshlanadi. $1800 dan boshlanadi. Akalar konteyner sirop, xohlagan ko'rinishda xohlasangiz ofis, xohlasangiz shunaqangi yashaydigan uy, xohlasangiz ko'chma uy g'ildiragi bilan, xohlasangiz yangi temirdan ham yasab beraverasiz aka? Yangi profildan ham yasab Yangi beramiz. profildan, yangaligi nima deylardi? Razmerlariga moslab beraveramiz. Masalan, kvadrat qancha kvadrat kerak bo'lsa, shuncha kvadrat yasab beraveramiz. Yasab beraveradi. Ya'ni sendvich paneldan demoqchiman. Shunday aka? Shunday. Sendvich panellardan ham yasab berishaveradi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Toshkent, Sergeli, Xonoboddan bo'lyapti. Xizmatlar esa butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalar kelishilgan narxlarda yetkazdirib berilaveradi aka. Shunday. Shunday. Xo'sh, o'zingiz ofisingizni bitta ko'rsatib qo'yaylik, obzorni qilib beraylik. Mana o'zlariga ham juda ham chiroyli qilishib, oldida oynagi necha santimetr dedingiz? Qalinligi 1 sm bo'ladi. Qalinligi 1 Kalyonning oyna santimetr. bo'ladi bu. Yo'q, kalyonli oynak bo'ladimi? Sinmaydigan kalyonning oyna bo'ladi bu. Aha. Ko'targanda sinib ketish ehtimoli bor agar yupqaroq bo'lsa. Oddiy oynak bo'ladigan bo'lsa, xolasa shu ko'rinishda ham yasab beraverasiz aka? Hozir shu ko'rinishda ham yasab Yasab beraveramiz. berilaveradi. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ya'ni dachasi bor, ko'li bor, undan tashqari dom quruvchi akalarimiz ischilarga olib bermoqchi bo'lsa, bo'lmasa skladga kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa magazinga yasatmoqchi bo'lsalar ham siz aytgan razmerda, aytgan ko'rinishda yasab berishaveradi. Bittadan laykni bosib, tanish birishlarga jo'natib qo'yamiz. Sizga rahmat. Salomat bo'lasiz. Alloh razı olsun.